Minecraft'da 99% odam bilmaydigan 3 ta fakt. Qani ketdik. Bunday bo'lsa bizda birinchi fakt. Siz buni bilardingiz, Creeper aslida cho'chqa bo'lib yaralishi kerak edi, lekin razraborchilar biroz xatolik qilgani uchun u ana shu shaklga kelgan va uni udalət qilish o'rniga ana shunaqa xususiyatlar qo'shib, shunaqa g'ayrioddiy modni yaratishgan, lekin aslida u cho'chqa bo'lishi kerak edi. Va bizga shu holda yetib kelgan. Hamma bilgan o'sha gazning ovozi mushukdan olingan desam ishonasizlarmi? Albatta bunga ishonish qiyin, lekin bu oddiy mushukning ovozidan tayyorlangan mavjud ovoz. Ya'ni mushukda ovozi qo'yilgan mavjudot. Rosa mushuk qilar miyovlaganiga yaxshiroq ishlov berib, shunaqa ovoz keltirib chiqarishgan. Ko'ryapsizlarmi? Bular o'zingiz Enderman parlament deb nomlanishi kerak bo'lgan mavjudot bo'lgan. Lekin uni boshqa, ya'ni Enderman deb nomlashgan. Parlament esa uzoqdan kelgan mavjudot yoki shunga o'xshash oydan boshqa joydan kelgan odam degan ma'noni anglatar ekan. Lekin bular u ism uncha Endermanga yarashmagani uchun uni Enderman deb nomlashgan. Agar sizlarga shu videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Biz oyda oxirigacha 150 ta bo'lishimiz kerak. Agar obuna bo'lgan bo'lsa, hammaga